Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tohirjon aka, salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat. Xudo xolasa mana payg'ambar yoshiga ham yaqinlashib qopsiz. Muborak bo'lsin ilohim. Bunaqa yoshlardan ko'pini ko'rib yuring. Rahmat. Asadbek senmi? Yo'q, sizni Namangan viloyatidan bezovta qilyapmiz. Bugun bizga tabriknoma so'zlari tushgan yaqinlaringiz kimligini oldindan topishga harakat qilsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Hozir. Gabar. Abi men mana shu davrada o'rtoqlarim bilan birga tug'ilgan kunda nishonlab o'tiribmiz. Juda yaxshi bo'pti-da. Endi u oldindan tabriklaydigan insonni ta'mindan kim deb o'ylashim mumkin men. Qani bir harakat qilib ko'ringchi. Ukam Muhammadmikan? Balkim. Yana kim bo'lishi mumkin? Endi bilmadim. Xo'p, bo'lmasam o'zim o'qib eshitiraman. Hop. Bugun sizni tavallud ayyomingiz bilan avvalo farzandingiz Zorjon aka, Katta o'g'lim. keliningiz Ma'muraxon opa, Hop. nevaralaringiz va barcha qarindosh a'zolaringiz, urug' a'zolaringiz, nevaralaringiz, jiyaningiz Jasurbek sizni chin qalbidan tabriklaydi. Rahmat. Ilohim bunaqa yoshlardan ko'pini ko'rsinlar. Biz ota-onamizga o'ylaganlaridek sharoit qilib bera olmagandirmiz balki, lekin biz uchun eng yaxshi ota bizi otamiz. Xafa qilib qo'ygan bo'lsak, qayerdadir ranjitib qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. Ilohiy bundan buyog'iga ilohim o'zlari nimani niyat qilgan bo'lsalar, mana 2026-yilda hamma tilaklari ushashligiga tilakdoshmiz deb chiroyli she'r berib yuboribdi. Ruxsat bersangiz o'shani o'qib eshittiraman. Hop, rahmat, kam bo'lmasin. Baxtimga tinch omon bo'lib yursin. Ilohim aytganingiz kelsin. Telefonni gromkasini yoqing. Telefon gromkada o'rtoqlarim hammasi eshittirib. Juda yaxshi. Bo'lmasa mana farzandlaringizdan kelgan she'r. Duolar qildingiz, iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab. Baxtga yetishimga o'zingiz sabab, rahmat sizga ota, rahmat onajon. Biz deb yashadingiz o'tkazib umr, uyqulardan kechib tutqazib huzur. Borligingiz uchun Allohga ming shukr. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Biz sabab halovat bilmaganimsiz, bizning ertamiz uchun tinmaganimsiz, har qachon yonimizdan jilmaganimsiz. Rahmat sizga ota, rahmat onajon. Turli tuman gap so'zlarni tinglar quloq, davralarga chorlaydilar yaqin yiroq. So'zlashaman hamma bilan do'stlar, biroq suhbatlarning eng yaxshisi dadam bilan. Duosidan qo'lim oyni tutib turar, eshigimdan baxtlar navbat kutib turar. Yutqazmaydi ko'nglim doim yutib turar, omadlarning eng yaxshisi dadam bilan. Qizim desa, o'g'lim desa, yurakkinam darddan xoli. Bukolmaydi qaddimni hech g'am shamoli. Boshim baland mag'rurlikda tog' misoli. Savlatlarning eng yaxshisi dadam bilan. Rahmat yashasin, kam bo'lmasin hammasi. Ilohim umringizdan baraka toping buva. Mana shu do'stlar didoridan bo'lolmas ustun deydi. Bugun eng yaxshi kuningizda eng yaxshi davrada o'tkazyapsiz ekan. Hamma do'stlaringizga ham eng yaxshi tilaklarimni tilaymiz. Bayram hammalaringga muborak bo'lsin. Hozir bizda jonli ijroda bitta yaxshi qo'shiq kelgan. Bu ham farzandlaringizdan ana o'sha qo'shiqni jonli ijroda hadya qilaman sizga. Turibman ko'ksim kirib, g'urur tog' qoyasida, yuribman davrim surib, dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashnadim hech so'lmadim, dadamni soyasida. Ey dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman davrim surib, ey dadamni soyasida, ey dadamni soyasida, dadamni soyasida, yuribman davrim surib, dadamni soyasida. Tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim, onam mening jannatim, dadamni soyasida. Ey hozirgidek oq soqolli, nuroniy so'zi borli, mendir bilgan xoqon misoli,
dadamni soyasida, ey otamni soyasida, otamni soyasida yuribman davrim surib, dadamni soyasida, ey onamni soyasida, onamni soyasida yuribman davrim surib, dadamni soyasida, ey yuribmiz davrim surib, ey dadamni soyasida. Muborak bo'lsin buva tug'ilgan kunlar. Rahmat kamomon. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi mana o'zimni tanishtirsam bo'ladi. Ham qishlog'ingiz Asadbek bo'laman. Men nima dedim o'zi? Haligi begona tabriklasa bir boshqacha bo'ladi-da, o'shanga o'zimni sir tutib turdim. Men Asadbek dedim-ku. Yashang buva, yashang. Umringizdan baraka toping. Hamma yaqinlaringiz tabriklayapti. Biz bundan ro'ppa-rosa bir 20 kun oldin menga farzandlaringiz murojaat qilishgan. Shunaqa dadam tug'ilgan kuni yaqinlashyapti. O'sha kuni katta ehtimol bilan do'stlarining davrasida bo'ladi. O'shanda telefon qilib, bizning nomimizdan chiroyli tabriklab, mana bu she'rlarni o'qib berib, dadamni soyasida degan qo'shiqni aytib berasan deyishgan. O'ylaymanki, men vazifamni uddasidan chiqdim va sizni xursand qila oldim. Rahmat. Kamomon Asadbek o'zi, u kuni sen bilan gaplashdim men. Ha. Tadbirlarni qancha o'tkazib berasan desam, men sizga buncha bermayman deb, prosta endi katta shatalar achib ko'chada o'ynamaydi. Mayli. Rahmat Asadbek. Mayli buva, yaxshi o'tkazib oling qolganini ham. Yangi yillarni ham yaxshi kutib olinglar. Bo'pti, xo'p bo'ladi. Salomat bo'linglar. Rahmat kamomon. Xo'p.